Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Navbatdagi darvozamizni aytib o'tamiz. Bu navbatdagi darvozamiz soqqa fason deyiladi. Fasoni 2 qavatli variantda bo'lgan, tushumkali, yondonlari shivillar, tagi shivillar. Lislarimizga keladigan bo'lsak, 1.8 stenada bo'lgan, 6 ga 4 profillarimiz ishlagan. 6 ga 4 profillarimiz stenasiga keladigan bo'lsak, 1.7 stena profilda bo'lgan. Kimga shunaqa darvozalarimiz kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab 1.300.000 so'mdan barcha viloyatlarga yetkazib o'rnatib berish hammasi ichida, xudo xolasa xizmatlaringdamiz. Darvozamizga keladigan bo'lsak, high-tech nержавейкali listovoy bo'lgan darvozamiz. Lislari 1.8 stenada. 1.8 stenada bo'lgan lisli darvozamiz. Mana bu joylariga nержавейкаdan foydalanganmiz. Lislariga keladigan bo'lsa 1.8 stena, 6 ga 4 profil, 1.7 stenada bo'lgan. Honda ramkalariga keladigan bo'lsak, shiviller, 10 ga 5 shivillerdan foydalanganmiz. Kimga shunaqa darvozalarimiz kerak bo'lsa, bu darvozamiz kvadrat metri 1.350.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish hammasi ichida. Navbatdagi darvozalarimiz Adhamjon hammasini bitta qo'ymay obzorlarni ko'rsatib o'ting. Shu orada shu darvozamizni ham aytib o'taman. Lislariga keladigan bo'lsa, 1.3 reflonka listdan foydalanilgan. Reflonka darvozamiz. Profillari 1.7 stenada bo'lgan, taglari shiviller, yondor qismlari 80 ga 60 profildan foydalanganmiz. Kimga shunaqa darvozalarimiz kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab 900.000 so'mdan yetkazib berish xizmatlari hammasi ichida aytib o'tganimizdek, shu darvozalarimiz barchasini obzor qilib ko'rsatasiz. Xudo xolasa kimga qanaqa darvoza kerak bo'lishidan qat'iy nazar yetkazib beramiz, xudo xolasa. Shtampovka darvozalarimizni ham ko'rsatib o'ting. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.